Maşallah, maşallah, maşallah. Mana shunaqa manzara. Hey, kamina yurib mana shu restoran topib oldim. Voy, bu yerda shunaqangi jundan to'qilgan o'zimizni milliy gilamlarni ustida mana kayf qilib, mana shunday gilamlarni ustida kayf qilib, mana ha, taxta karavotlar, mana taxta karavotlar, jundan bo'lgan mana gilamlar va echki junidan bo'lgan ko'rpachalar, ustidagi jildlari ham paxtalik matodan bo'lgan va mana va yostiqlar bular ham paxtalik yostiq. Voy, bel og'riqlarga butunam mazza ekanda mana shu. Yon boshlab olib o'tirish. Ana shuni ham o'tirsangiz bo'ladi. Mana shunday. Mana bunday suyanib, mana bunday ko'k choylarni ichib. Osh palov deysizmi? Ha, shashlikdan tortib jiz-biz hamma xil go'shtli ovqatlar turi bor ekan. Hozir birma-bir hammasini menga ovqatlar haqida ma'lumot berishdi. Suyuq ovqat birinchiga, ikkinchiga hamma xil ovqatlar mavjud ekan. Va barcha milliy taomlar va salatlarni ham barcha xillari bor ekan. Ajoyib, oqshom ham o'tirish mumkin. Men hozir kunduz o'tiribman. Oqshom yana ham rang-barang bo'lib tovlanadi bu yerlar o'zgacha. Boshqa bir planetaga kelib qolganday bo'lib, mana o'tiribman. Muzikalarni ham, butunam muzikalarni ham bombasini qo'ygan. Ertaklar shahridan sizga salomlar, aziz do'stlar. Marhamat, siz ham keling. Istasangiz birgalikda kelamiz, azizlar.